shessigranini bo'shatib olamiz. Bu bitta, ikkita, 3 ta teshigi bor. Xohlasanglar kichraytirsanglar bo'ladi, xohlasanglar katta qilsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir hech qaysi ustalarimiz bilmaydigan bitta layfhak o'rgatamiz shinamontaj apparati bo'yicha. Xo'p, bu layfhakimiz nimadan iborat? Bu layfhakimiz diskani razmeri 22 bo'lsa yoki 19 bo'lsa, uni qanaqa qilib 21 qilishni yoki 22 ni 24 qilishni ko'rsatamiz. Xo'p, bu avtomaster shinamontajimiz. Mana buni ko'rsanglar, mana bu yerda boltlari bo'ladi, o'shalarni yechib olamiz. Mana yechib olamiz bularni va mana shu plastmassasini chiqaramiz. Bunga yana bitta atverkamiz kerak bo'ladi. Tagidan ko'tarishga. Bir xillarda bu narsa bo'lmasligi mumkin, plastmassasi shundoq o'sha shestigranni ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda hozir shu plastmassani chiqarishimiz kerak. Birda bitta harakat qilib ko'ringlar birinchi. Yo'q. Xo'p. Qattiq ekan u. Cho'ti. Shuna qilib bu plastmassasini chiqarib olamiz. Xo'p, mana ko'rsanglar, bu yerda mana shessigranisi bor. Operator yaqinroq oling. Shu shessigranini bo'shatib olamiz. Bo'shatsanglar, bu bo'shaydi. Bo'shadi. Xo'p, endi mana qaranglar bu yerga, mana ko'rsanglar, bu yerda bitta, ikkita, 3 ta teshigi bor. Xohlasanglar kichraytirsanglar bo'ladi, xohlasanglar katta qilsanglar bo'ladi. Hozir bu o'rtada turgan edi, hozir mana chetdiga qo'yamiz. Shu chetdiga qo'ysanglar, mana shu 4 talovini hammasini diska 22 agar oladigan bo'lsa 24 ga o'zgaradi. Agar 19 oladigan bo'lsa 21 ga o'zgaradi, ikkita razmerga tashlaydi. Hozir buni mana eng oxirgisiga qo'yib qotiramiz. Hozir 24 bo'ldi. Shunda 24 bo'ladi. Buni birinchisini qilib oldik. Endi shu tarzda qolgan 4 talovini ham qilib olasizlar. Qolgan 4 talovini ham shu bo'shatib turib, plastmassasini chiqarib, yechib turib, bitta-bitta orqaga surasizlar. E'tibor berasizlar, bittasini surib turib, bittasi qolib ketish kerak emas. Ya'ni o'rnida siqqanda 3 tasi siqqanda bu tegmay qoladi. Shuning uchun hammasini parallelni agar bitta oldiga sursanglar, oldiga hammasini surib chiqish kerak. Orqaga sursanglar, hammasini orqaga surib, hammasini bir xil qilib o'zgartirish kerak bo'ladi. O'shanda baravar 4 ta tarafidan siqadi diskani. Xo'p, bu layfhakimiz diskani o'zidan, ya'ni 2 razmerga oshirish layfhakimiz. Avtomaster shinamontajda hozir eksperiment qildik. Bu degani hamma shinamontajda bo'ladi degani emas. Misol uchun mana ko'rsanglar bo'ladi. Leo shinamontajimiz bu yerda mana shessigranni bor. Demak, bunda qilsanglar bo'ladi.
Hop, Leon 2-modelida u narsamiz yo'q. Hozir men uni ham olib ko'rsanglar, mana yaqinlashtiringlar operatorlar. Mana bu yerda unaqa narsa yo'q. Bunda misol uchun qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu degani hamma shina montajlarda bo'ladi degani emas. Misol uchun yana bu 3-shina montajimiz edi. Bularda o'zi tayyor. Osongina surib kattalashtirsanglar bo'ladi. Buni osonlashtirib qo'yishgan zavod tomonidan. Avtomasterda ruchni o'zingizlar qo'lda o'zgartirishinglar kerak. Bu videomizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarning ustakiliga yoki shogirdlarga jo'natib qo'yinglar. Ularga ham manfaatli bo'lsa, bunaqa layfhaklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammanglarni Avtomasterda kutamiz. Joninglar sog' bo'lsin.